Bugungi YouTube videoda Laylo opa ham o'zimizning klientimiz, o'zimizning psixologimiz, который oyiga bizga normal summadan pul to'laydilar. Eng qizig'i bir martagina sezon qilganmiz onlayn vyetnamlik paytimda, sirali sezondan keyin videoda pul tashlab berganlar. Bugungi videoda o'zi nimaga bizani tanlaganlar, nimaga biz bilan ishlayaptilar va undan tashqari o'zim psixologim bo'lganlar uchun nimalarni o'zlari tushunganlar men haqimda qisqacha bo'lsa ham aytib berishga harakat qiladilar. Laylo opa, rozi bo'lganingizdan birinchi o'rinda xursandmiz. Rahmat, sizga rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Bugun men Nosir haqida ozgina tushuncha aytib o'tmoqchiman. Chunki oldin bu inson haqida eshitgan narsalarim umuman boshqacha bo'lgan. Bu inson juda kibrli deb eshitgan edim, lekin hozir tanishganimdan meni oldimga уже 5 ta seansga keluvdingiz. 5 ta seansga kelganlarini va men ko'rganlarimni ozgina aytib o'tmoqchiman. Bu inson juda qiziq inson, chunki boshida men psixologlar bilan ishlamayman, ayol kishilar bilan ishlamayman degan inson. Biz va nihoyat oxiri shunaqa narsaga kelishdik, bilmagan holda qadriyatlarimiz to'g'ri kelar ekan, men ham shu narsani olib chiqishga xohladim deganlardan keyin biz birga ishlab boshladik. Nimaga o'zi unaqa degan edingiz, esingizdami? Birinchi marta shu Vyetnamda sezon qilganmiz. Ozgina gaplashganmiz, to что aytib bergansiz, o'zingizdan narkotikdan chiqqansiz, o'zingiz nimadirlar qilgansiz noldan. O'sha narsa menga qiziq bo'lganda, xohlagaman to что shu informatsiyani ko'pchilik olsin. Demak, jamiyatga mana shunaqa odam kerak ekan, который реально zo'r ma'lumot berar ekan degan narsa bo'lgan. Da, men shu paytda tushundimki, men bundan oldin juda ko'p prodyuserlardan kuygan edim. Chunki va'da berilgan narsa qilinmagan va Nosir o'zim shu narsani qilmoqchiman deganini eshitib, men tushundimki, bu inson haqiqatan o'zini xizmatini qiladigan inson va syomkalar boshlangandan keyin yana bitta narsani tushunib qoldim. Bu insonning bitta juda katta siri bor. Necha marta kameraga gapirishga harakat qilganman, oldinlari umuman o'xshamagan, lekin bu inson shunaqa sekreti borki, любой odamni kameraga gapirtira oladi va shu narsani men doim Nosirga aytaman, o'rgating boshqalarga, ular ham shu narsalardan foydalansin, chunki odamlarda mana shu tushuncha yo'q. Yordam bersangizchi deb doim aytaman. Shunga давайте boshlang. Давайте boshdan boshlaylik. Nimaga siz sразу bir yarim soat sezon Vyetnamda qilganimizdan keyin bizga ishonib pul tashlab bergansiz? O'ylab ham o'tirganingiz yo'q. Chunki bitta gaplashganimda tushundimki, mana shu inson haqiqatan meni qo'rquvimni, kameradan qo'rquvimni, hamma narsani to'g'rilab beradi. Chunki men aytdim, faqat bitta narsa aytaman, Nosir, men kameralarga uncha yaxshi gapira olmayman desam, Nosir shunaqa nima deb aytdingiz? Hammada shunaqa, lekin u muammo emas, uni biz to'g'rilab yuboramiz, Laylo opa. Hayotda bo'lsa bo'ldi. Hayotda xarizmasi bor odamni kamerada olib chiqsa bo'ladi. Da, menda bormi desam, sizda xarizma bor, lekin uni даже ish jarayonida yana kuchaytirib beramiz deganlardan keyin, oppa dedim, bu inson o'zini ishini bilar ekan, shunga boshladik. Zo'r. В итоге choyli plankani bir oyda yopdik. Da, aytgancha-da, menga Nosir 3 oyda 90 kun ichida 20 mingta подписчик qilib beraman taxminan deganida, 20 kunda yopdik-a? 20 kunda 20 ming подписчик yopildi. Hozirgi kunda мы продолжаем работать. Da, 27 mingta bo'ldi taxminan. Da, hozirgi paytda 27 mingdan oshdi. Zo'r. Ito hammasi organizasiya. Nima качествоlar bor, который mana o'zingiz protsedurada ishlab tushundingiz yoki-da как klient sifatida tushundingiz, aytib bersangiz. Nosir bitta zo'r fishkasi bor. Shunday eshigi kirib keladilar, shu paytda hamma qo'rquv yo'qoladi. Kameradan qo'rquv yo'qoladi. Gaplashib boshlaymiz, bo'ldi. Umuman qo'rquv degan narsa qolmaydi. Shu narsani yoritib berishga tayyormisiz? Odamlarga ozgina o'rgating, tushuncha bering. Endi men o'ylashim bo'yicha qanaqa, men bu narsani kontrol qila olmayman yoki-da men bunaqa qilganim uchun ham deb ayta olmayman. O'zi ish bo'lgani uchun, sohada ancha yildan beri bo'lgani uchun o'zi avtomatik randomli ketaveradi bu narsa. Bu narsani talantligini ham o'zingiz ko'rsatib bergansiz to'shdan. Nosir, bu narsani hammada ham yo'q. Ishlab ko'rganman deb siz tushuntirib bergansiz. Atak men chetdan o'zimga bilinmaydi unaqa narsa. Da, oldin men o'ylardimki, agar inson prosta yaxshi kontent olib bersa, yaxshi montaj qilsa, shuni o'zida insonni stranичкасы zo'r bo'lib ketadi deb o'ylardim, lekin eng katta siri именно mana shu moralniy muloqotda ekan. Siz kelasiz, bo'ldi, hamma narsa o'chadi, qo'rquv o'chadi. Shu narsani, в принципе, men даже rozi bo'lgan bo'lardim shu narsani yoritib berish. Давайте, okey, uni ham yoritib beramiz. Keyingi masala bor. Anaqani olib chiqsak bo'ladi. O'zingiz aytdingiz-ku, men seni kibr deb o'ylaganman, boshqalar aytishdi, o'zi hozir anaqadan oldin aytdingiz, syomkadan oldin. Seni bitta qiz menga kirsa yomonladi deb. Nimaga odamlarda uni xolos paydo bo'ladi? Qarang, siz shunchalik professional ishlaysizki,
ish paytida faqat o'sha professionalizm ketidan yurasiz. То есть sizda chalg'ish yo'q. Men qanaqadir bo'lishim kerak degan narsa yo'q. Поэтому sizni ishingiz cho'tki, lekin chetdan ko'rgan odam sizni kibrli deb o'ylaydi. Lekin haqiqatan agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, ishbilarmon insonlar hammasi shunaqa cho'tki и главное o'zi ichini biladi. Lekin bor shunaqa insonlar kuniga o'ylaydigan narsasi qanaqa bo'ladi, men qanaqa ko'rinib qolaman, meni yomon deb o'ylab qolishmaydimi? Tasavvur qiling, qayta u kibr. Chunki u inson qanaqaligini o'zi qabul qila olmaydi. Sizni misol Allohim shunaqa yaratgan, siz shu narsani qabul qilasiz. Siz bu narsani talantga aylantirgansiz. Lekin ko'pchilik u narsani tushunmagani uchun sizni kibrli deb o'ylaydi. Lekin haqiqatdan agar bu insonni ichiga kirsanglar, ko'rsanglar, bu inson juda zo'r. Men doim Nosir orqasidan ko'p gapiraman, aytaman. Bizning общий tanishlik уже ko'payib qolgan, aytaman-da, Nosir shunaqa ko'ngli toza bola, даже o'zi ham bilmaydi qanchalik ko'ngli tozaligini. Любой o'zimizni общий tanishdan so'rasangiz, hammaga mana shu gapni aytaman. Bu maqtash anaqasi uchun kamerada boshqa gapim yo'q. Yo'q, men o'zi umuman hech kimni maqtamayman, boricha aytaman. То есть agar men shu narsani ko'rdimmi, men nabarot Nosirga aytaman, shu narsani ko'rsating, odamlar ko'rsin, maza qilsin deb aytaman. Ne, bizda o'zi вообще mediada qanaqa tushuncha bo'lib qolgan, agar hamma klientini olib chiqadi, hamma gapiradi, hamma tushuntiradi-da, hammani положительный fikr bilan gaplashishga harakat qiladi-da. Вообще zo'r ekan, anaqa ekan. O'shaning uchun aytaman, то что bu video ham faqat zo'r, ya'ni yaxshilash ma'nosida bo'lib qolmasa, все как есть olib chiqsak, menimcha zo'r bo'ladi. Хорошо. Nimalarni aytib bergisi kelyapti endi? То что ish protsessida nimaga qanaqa davolanimisiz, nimalar yoqyapti, nima yoqmayapti, yoki o'zi вообще личный protsedurada ham ochib bersangiz bo'ladi, чтобы odamlar ko'proq tushunish uchun. Menga Nosirning ishlarida yoqqan narsalari bu videograflar doim indamaydi. То есть hech kim xalaqit bermaydi. Har safar syomka qilganimizda faqat как будто бы men o'zim bilan o'zim gaplashib o'tirganim. Bu juda ham oson, hech kim xalaqit bermaydi. Bir marta ham kech qolishmadi. Har safar Nosir va ularning komandasi va'dada turib berishdi. Men shunaqa cho'tki ishlaydigan insonlarni doim yoqtirganman, hurmat qilganman va bu eng zo'r xislatlardan biri hisoblayman. И bizlar uchun ham такой Laylo opa juda ham zo'r klientlardan, которыni vaqtida olib pul to'laydi. Chunki rostdan anaqada bir xillarda oldi mana 2023-24larda bizni qiynalardi, izi to'shdan ishini qilardi-da, pulimizni kelgandan o'ylab yurishimiz kerak bo'lardi. Berarmikan, bermasmikan. 15-yilga kelishdim, bo'ldi. Laylo opa o'ylab ham o'tirmaydi. 10-da ko'tarib keladi-da, Nosir kelib olib ketgan, tayyor turibdi-da. Bunaqa klientlar biz uchun juda ham tsanli. Chunki nimaga? Bizda ikkita narsaga fokus qilish kerak. Yoki ishni zo'r qilishni o'ylashimiz kerak, yoki klientdan pul olishni o'ylashimiz kerak-da. Men o'shani tushunaman, mana 3 oylik oldindan olishga o'tib olganman-da. Izatoshdan o'ylamay, bo'ldi pulni, bo'ldi hamma xarajat menda, faqat fokus beradigan narsa plankani yopib berish bo'ladi. Odam zo'r olib chiqib berish bo'ladi. Men shu odatimni bitta sirini ochib o'tmoqchiman. Pul berayotganda har bitta inson tushunishi kerak, men nimaga pul to'layapman. Qarang, siz agar vaqtida pul to'lasangiz, energoobmen degan narsa bor rus tilida, shunaqa zo'r bo'ladi. Haqiqatan siz aytasiz-ku, men 90 kunda 20 ming qilib beraman dedingiz, lekin 20 kunda chiqdik. Nimaga? Chunki men doim to'lovini vaqtida berganman, har bitta bergan dollarimga rozilik qilib berganman. Shu narsa, kстати говоря, juda muhim. Vaqtida pul to'lash bu juda zo'r narsa. Siz o'sha energoobmenni to'liq qila olasiz. Agar inson men pulimni bergim kelmayapti yoki nimaga men sarflayapman yoki qanaqadir samneniya bo'lsa, o'sha samneniya orqali o'sha darajadagi ish keladi. Поэтому to'lov qildimmi, men doim bilamanki, meni ishim cho'tki bo'ladi. Поэтому faqat siz bilan emas, men har safar to'lovimni doim vaqtida qilganman, kerak bo'lsa oldindan qilganman. Eng yaxshi tadbirkorlarning ham o'ylayman, xislati shunaqa. Hamma narsani vaqtida to'lashi, hamma narsani punktualniy qilishi. Men o'zim har safar harakat qilaman, kelishilgan vaqtida kelishi, kelishilgan muddatdan oldinroq men ham to'lab qo'yishga. Yokidan как minimum kelishilgan muddatda to'lash. Agar o'tib ketadigan bo'lsa ham, men kamida 5 kun yoki 3 kun oldin ogohlantiraman. Aka yoki mana bunaqa bo'lib qoldi, mana bunaqa situatsiya, uzog'i bilan endi mana bunaqa srokka cho'zilishi mumkin. Agar rozi bo'lsangiz deyman, o'shani ham so'rab ogohlantirib qo'yaman. Bir xillar bor, который srokida keladi, siz telefon qilasiz, pulim bo'lmadimi desangiz, hozir anaqada, mana bunaqada, bir haftadan keyin bersam, bir haftadan keyin beraman deydi, bersam ham bo'ladi demaydi. O'shaning uchun bizga bunaqa klientlar tsinni, bunaqa klientlar biz har safar yo'qotaveramiz.
qarang, mana bunaqa narsa ham bor deb har doim aytaman. Tasavvur qiling, o'qish $2000 turadi. Inson o'sha $2000 dan faqat $500 rozi bo'lib beradida, a 1,5 mingni такой siqilib beradi. U inson faqat $500 ga ma'lumot olib chiqib ketadi. Bemalol $2000 bergan odam vaqtida kerak bo'lsa vaqtli bergan bo'lsa $2000 dan ham ko'p ma'lumot olib chiqib ketadi. Поэтому to'lovda inson osonroq bo'lishi kerak. Qancha ko'p siz osonlikda to'lov qilsangiz, shuncha o'rniga narsa olasiz. Bilimmi yo bizning misol ishimizda Instagrammi. Поэтому to'lov bu juda qiziq masala. Zo'r. Mana oyiga masalan uslugamiz 5000 mana. Boshqalarga aytsangiz, san jinnicha narsa qilyapsan, shuncha pul ham beradimi deb o'ylashmaydimi? Menga ko'pchilik unaqa dedi. Nima qilasan 5000 berib? Qilma u narsani. Uni o'zing ham qilsang bo'lardi. Men aytdim, yo'q, nima deydi? Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi-ku. Misol 20 kunda 20 ming подписчик, men necha marta kelib ketdim yoningizga. 4 martami? Oyiga 4 marta syomka kuni bo'ladi. Meni lishniy raz bezovta qilishmaydi. Поэтому men uchun bu eng zo'r variant. Men har kuni ishdaman, lekin haftada bir kun syomочный день hisoblanadi. O'sha kuni kelib men syomkada qatnashib ketaman, da, bo'ldi. Qolgan vaqtim o'zimni ishimni qilib yuraveraman. Demak, siz uchun ham shu okey. Chunki bizda shunaqa situatsiya bo'ldi. Bittasi pul to'ladi. Qaysi qarindoshga to'shdi, unga tushuntirdi, voy bizni ko'chada $500 ga ham qilib beradi, $1000 ga ham qilib beradi degan. Keyin bizga nisbatan anaqasi paydo bo'lib qoladi-da. Sizlar qimmat olayotgan ekansizlar. Men qadam aytaman, biz qimmatchimiz. Tak qimmat olamiz. Lekin men doim aytaman, qancha ko'p pul to'lasanglar, shuncha ko'p foyda olasizlar. Xuddi shunaqa. Da. То есть har bitta inson siz misol nimani sarflaysiz ishingizga? Quvvat. Da. То есть siz o'shanga yarasha quvvatingizni berasiz. Поэтому qancha ko'p, qancha qimmat bo'lsa specialist, shuncha anaqasi ham zo'r bo'ladi. Energiyasi ko'proq bo'ladi. Men qanaqa qarayman? Masalan, biz ko'proq pul olamiz, proyekt, mana ko'proq proyektdan pul olamiz. Nimaga? Из-за того, что bizda masshtabirovich qilib bo'lmaydi. Ya'ni Nosir 100 ta proyekt qila olmaydi hech qachon. To'g'ri tushunish kerak-da, 100 ta proyekt qila olmaydi. Ya'ni fizически ulgurmaydi. Chunki Nosir limiti, to'shtani siz aytgan Nosir siri, syomka o'tkazishi, o'zi qatnashib berishi, klientlar bilan one-to-one ishlashi ограниченный bo'lsa bir 10 ta uzog'i bilan. Tushunyapsizmi? Ya'ni agar men masalan aytaylik, себестоимостimiz условно 2,5 ming bo'ladigan bo'lsa, men 3 mingdan proyekt olib qiladigan bo'lsam, $500 dan men 10 ta proyektga ertalabdan kechgacha umrimni sarflab 5 ming topishman. Nosir uchun yaxshi emas. Да, конечно, bu energozatratni. Tasavvur qiling, siz arzon qilsangiz, sizni energiyangiz yetmaydi. Поэтому arzon to'laganida rezultat katta bo'lmaydi. Xafa bo'lish yo'q, o'zimni opamga aytaman, $1,5 ga kelishdi, gaplashdi. Xohlayotdilar, to что 5 ming rezultat bo'lishi. O'tgan safar ham aytdilar, nimaga sandaka, meniki ham sandaka bo'lsa, ichimda aytaman, to'lang da, пожалуйста. Правильно, 5 ming to'laylar, 5 ming to'laylar bo'ladi. Boshqa varianti yo'q. Chunki mana bizda ham oldin mana shunaqa bo'ladi. To'shdan arzonchi klientlar keladi, qimmatchi klientlarni ko'rsatib, yaxshiroq. Da, конечно, nima xohlayotdi deyman. Sandan 2 barobar ko'proq pul beryapti. Endi hamma narsa pulda emas deydi. No, поймите то, что дружба, служба. Конечно. Pulini to'lading, biz shunga yarasha отдача bera olamiz. Chunki mana mayli hamma narsa masalan pulda ham demasa ham и так затратli narsalar bor-da. Bu syomka xarajatlari, lokatsiya xarajatlari, boshqa narsa bizni qanaqadir ideya realizatsiya qilamiz, bizda finans bo'lish kerak. Чтобы o'sha narsani qilish uchun. Bori shu yerdan amallab olaring degan joyda hech qachon zo'r narsa chiqmaydi. Da, eng qizig'i ssenariydan ssenariyning farqi bor. То есть siz 2000lik ssenariyni o'qib chiqsangiz, честно, jahlarim chiqib ketganda, xafa bo'lib ketganman, shuncha pul to'laganman deb, o'qiyman deb xafa bo'lib ketganman. Hozir misol 5000 mi ssenariyni o'qiganda, chotka bilaman, что bu narsa meni qadriyatimga to'g'ri keladi. Qadriyatni bilish uchun ham odam boshqa insonga qarab nimadirlarni tushunib olish kerak. Nosir misol menga asosan shaxsiy savollar berib, ko'p narsani men haqimda tushunib olib, shunga yarasha menga kontent yozib berganlar. Men uchun bu juda katta преимущество. O'sha odamning xarakteriga qarab turib moslashganmiz. Bularda masalan mana kameraga gapirish yoqmaydi. По крайней мере, yoqmasdan, ancha moslashib oldingiz. Boshida umuman yoqmasdan, spetsial savol javob qildik, boshqa narsa qildik, shu tomonlama olib chiqib ketdik. Ya'ni nimaga to'lashadi degan savolda bizda shunaqa individual podxod. Masalan, bitta kaprizniy klientimiz bor, yaqinda oldik. Juda ham kaprizniy. Bir o'yladim-da, shu yoqmayapti-da, shu juda ham bir kaprizniy, o'tsam mana deydi, mana o'tsam mana deydi. Ikkinchi tomondan o'ylayman. Lekin xuddi shunaqa bo'lgani uchun ham kelyapti-da. Raz uslugalar shunchami, deyapti, indamasdan pulimizni beryapti. Lekin pul berayotgan emaydi. Aka dedi, men kaprizniroqman, sal dedi, lekin kaprizim asos deydi. Faqat chidab bersanglar bo'ldi dedi.
Yani boshida aytdim-da, pastlatib yuboraymi, ketkazib yuboraymi dedim. Ikkinchi tomondan o'yladim-da. Nimaga bu o'zi itakani katta pul to'layapti? Mana shunaqa men tomonga yurib berishsin, men tomonga qarab berishsin to'lashyapti dedim-da. To'g'ri qabul qildim, mana qilmadim. No, в итоге baribir общий язык topib oldik. По крайней мере, yaxshi ishlayapmiz, undan ham rezultati yaxshi. Da, zo'r, xudo xohlasa zo'r bo'ladi. Вот misol hozirgi paytda bemalol kameraga qarab gapira olaman, lekin agar 4 oy oldin bo'lgan narsani eslasam, kamerani oldiga o'tkazib qo'yishgan, men 4 soat mana shunaqa o'tirganman. Bitta ham so'z chiqmagan og'zimdan. Ishonasizmi, bitta ham so'z. Assalomu alaykum deganman-da, mana shunaqa o'tirganman. Где-то 4 soat vaqtim mana shunaqa ketgan. И вот hozirgi paytda bemalol, spokойно можно. 1 soatda 20 ta kontent olamiz. Da, 1 soatda 20 ta kontent olamiz. Mazza qilib. И то anaqa ham emas, energiya ketmaydi, naоборот, alishadi. Da, eng qizig'i, eng katta fishka bilasizmi nima? Nosir bilan video otganimizda shunaqa savollar beradi, o'zi ham qiziqtirgan savollarga javob oladi. Поэтому doim bilish kerakki, inson agar sizni shaxsiyatingiz bilan, siz qilayotgan ishingiz bilan interesovatsiya qilsa, bu degani foydasi juda zo'r bo'ladi. Именно, вот o'zingiz nima tushundingiz, то, что mana oldin полностью seriya kardinal bo'lgansiz, ya'ni itak shu sohada ishlagansiz, faqat sarafankadagi klientlar bilan ishlagansiz, no mediaga chiqmagansiz. Вот chiqdingiz, nima o'zgardi? Chiqdingiz, to, что chiqqanda ham bitta bunqi bozorga chiqib ketdingiz-da. Da, lekin mediaga chiqqanimdan beri shu narsani tushunib qoldimki, O'zbekistonda muammo shunaqa ko'p ekan, juda ko'p. Kommentariyalarni o'qiganimda tushunamanki, что bu narsa kerak bo'lgan, mediaga chiqish kerak bo'lgan. Ishim shunaqa, insonlar bilan ishlayman va bitta narsani tushundim, axvatni уже ko'paytirishim kerak ekan, darslarni ko'paytirishim kerak ekan. Shu narsada menga полный поддержка qilayotgan inson Nosir, chunki men maslahat ham so'rab turaman, etib turadilar, yordam berib turadilar. No, summarda tushungan narsangiz, itak konsultatsiya o'tyapsiz, itakani shu bozor ichida dedingiz, просто mediani nechidir x kattalashtirib berdi, qilayotgan ishingiz объемini. Da, вот eng qizig'i, men bularga to'lagan pulim har oyi не то что okkupatsiya qiladi, undan yuqori daromad keladi. Shunaqa. Eng muhimi shu. Gadavoyda qaraydigan bo'lsa, men har safar aytaman-da, bitta klientimiz bor, который biz bilan 1 yildan oshiq ishlaganda, tushunishingiz uchun $300 ming oshiq savdo qiladi har oy. Lekin qachon qilgan, kichkina do'konchi, грубо говоря, bir 50 kvadrat do'konni, hozir bir 500 kvadratmidi, 600 kvadratmidi? OnePiece'da. OnePiece'da masalan 600 kvadratli do'konda ishlaydi, no который har kuni klienti bor, odamlar keladi, xursand bo'lib rasmga tushib ketadi, именно shundan olgisiga bo'ladi-da. До этого bozorda bitta konkurenti bor edi. Hozir ular ikkita. Ya'ni rынокka просто oldida shaxsiy brend bunday ikkiga bo'lib berdi. Весь kompyuterniy bozor rынокini-da. Men har safar aytaman, накопительный effekt. Ya'ni 1 oyda bo'lmaydi, 2 oyda bo'lmaydi, 3 oyda bo'lmaydi. Yillar davomida bo'ladi. Qachon bo'ladi? Mana sizda masalan backgroundingiz bor. To, что men aytganman, сразу o'zingizda yashab o'tgan narsangizni eshitganman, сразу aytganman. Olib chiqish kerak bo'ldi. Olib chiqaylik, давайте, лучше qilaylik deganman. Из-за того, что butun rынокda itak experiences katta-da, просто biz qiladigan задача, uni to'g'ri преподнести qilib bersak bo'ldi. Da. To'g'ri yetkazib bera olsak bo'ldi odamlarga. Ya'ni biz yengitdan bitta odam kashf qilmaymiz-da. Misol, menga eng muhim narsa Nosir komandasida yoqqan narsa, meni qadriyatlarim, men xohlayotgan narsani yetkazib berishda полностью поддержка qilishyapti, yordam berishyapti. Bu muhim. То есть bu просто kontent emas, axvat uchun kontent emas. Bu asosan nimaga yo'naltirilgan, odamlarga nimadir yetkazib berish. Nosir ham birinchi kuni aytgan gapi, mana shu narsalarni men yetkazib bergim kelyapti deganlar uchun biz shunaqa bilmagan holda zo'r ishlab ketdik. No, a так o'zi aytgansiz, to, что siz qaror qabul qilishingiz juda ham sekin bo'lgan, o'zi вообще. Men bilan gaplashganingizdan keyin bittada pul tashlab bergansiz. Men o'ylaganman, to, что Shodiyor bilan gaplashganimda boshqa qanaqada sas pul tashlab berganlar degan. Nima aytgan? Menga sas pul tashlab berdilar degan. Как так, sen bilmayman, shunaqa yaxshi klient ekanlar degan. Da, 1 minutda pul tashlab berganman. Сразу. Men o'ylaganman, chunki menda qanaqa payt bo'lib qolgan, sazon qilamiz, okey, qanchadir men tegmayman-da, kutib ham qo'ymayman, to, что qo'yib qo'yaman o'ziga. Da, o'zi bilan o'zi hazm qolsin, keyin keladi deyman-da, indamayman. Takoy tushyapti, Vyetnamdaman, yana sayohatda yurman, takoy. Zo'r davoman-da. Shu yerda turib ham sales qildim. Qarang, har bitta o'qishga kiraman-ku, любой o'qishga kirsam, rezultatim zo'r bo'ladi, hamma so'raydi, qanaqa qilib unaqa natijaga chiqasiz deb so'rashadi. Men har safar har bitta to'lagan $1 $1000 hozirgi paytda bilasiz $30,000 o'qish olganman, har bitta tiyiniga rozi bo'lib beraman. Поэтому unga yarasha menga отдача keladi-da. Поэтому pul masalasi bu juda qiziq masala.
shunaqa bizada ham produkt bor mentorstvo. Mana mentorstvoda men sazonda gaplashaman birga-birda. Kunta bola bilan gaplashyapman-da, ya'ni условия bilan gapiryapti-da, ya'ni tipi menimcha yarmini beraman, qolgan yarmini pul topa olsam beraman, bo'lmasa yo'q deyapti. Men вообще спокойно aytdim, то что brat dedim, kimga kerak bu narsa dedim. Sizga ham, menga ham dedim. Agar sen bilan agar hayotimdan sen bo'lmasang, hayotim yomonlashib ketadigan bo'lgan holatda emas, meni xotiram olmagan. Просто buni qilayotgan narsam, то что men orqali kimdir bitta bo'lsa ham uyi ko'proq olib kirsa, men roziman deb qo'yaman. Lekin bu degani men o'zimni berayotgan qiymatimni обесценивать qilib turib, kimdir menga условия qo'yapti-da. Men qanaqa eshitganman, men sahobalar bo'lgan oldin paytda bitta ilm o'rganish uchun men hozir Imom Azammi yoki adashmayman, kimdir edi, 3 kun ustozlarning eshigini tagida o'tirgan. 3 kun. 3 kun ertalab ham ketish payti ham o'tirgan, чтобы menga ilm bering, menga o'rgating degan ma'noda-da. Ya'ni nimadir o'rganish uchun oldin mana shunaqa preparation qilishganda, hozir qanaqa? Tushunasizmi? Условия qo'yapti-da, ya'ni sen mana bunaqa qilib berishing yo'q, da пожалуйста, иди dedim, bemalol. Sani rivojlanishing faqat o'zing kerak dedim. Xotiram olmaganda, men sensiz ham mana agentstvom itak yaxshi pul olib keladi dedim. Sensiz ham men dalcha rivojlanaman. Sen bilan ham sensiz ham shu produkt o'tadi dedim. Xotiram olmagan. Sen keyin o'zi keldi, yo akasi men noto'g'ri tushunasiz dedi. To'ppa-to'g'ri tushunolman dedim. Ya'ni xuddi shunaqa-da, ya'ni bizda hozir qanaqa bo'lib qolgan, kursmi, produktmi, odamlar xuddi расходdek qaraydi-da. Men nima qarayman? Siz 30 mingga bitta kurs olgan bo'lsangiz, men sumarni 30 ming ishlatganman. Men ham har bitta sentiga rozi bo'lib ishlatganman-da. Qachon rozi bo'lganimda katta addachi har doim kelgan. Men bitta kursga $2,5 to'laganman. 350 millionlik sotib o'qiganman o'sha kursda. Ну вот, ko'rdingiz? Поэтому o'sha energoobmen juda muhim. Juda muhim. Bitta juda boy inson bo'lgan bizning islom dinida. Eng katta boy insonlardan Abdurahmon Ibn. Hech qachon nasiyaga bermagan ulamida. Yo'q, menimcha boshqa. Bitta savdogar haqida aytib berishgan menga. Abdulloh ibn Muborak bo'lsa kerak. Rosa katta puli bo'lgan, boy bo'lgan, tillalari bo'lgan, uni faqat bitta pravolosi bo'lgan, umuman nasiyaga narsa bermagan. Поэтому meni tushuncham, вот men o'zim fikrlashim, men har safar doim o'sha kerak bo'lsa, лучше наперед to'laganim yaxshi. O'shanda zo'r energiyaobmen bo'ladi. Zo'r insight bo'ldi. Demak, bizda katta naqa, masalan, men uslugida xuddi shunaqa ishlataman. Menga har doim tez to'laydiganlar bilan ishlayman. Ya'ni 3 ga bo'lib to'lay, ya'ni 457 ga bo'lib to'lay deganlar. Ya'ni da idите deyman. Лучше ishlamaylar men bilan deyman. Demak, produktda qilayotgan xatoim to, что menda рассрочка qilib berayotganim bor, to'g'rimi? Da, umuman qilish kerak emas. Nimaga menda o'sha 20 ming, men sizga doim aytaman-ku, Instagram o'zidan o'zi bo'laveradi deyman-ku, har safar. Переживание yo'q menda. Chunki men bilaman, что men pulini to'lab qo'yganman, energoobmen degan narsa bor. Men spokойно o'sha bir oy yuraman. Men Instagramni ochib qaravermayman, qancha подписчик kirdi, nima qanaqa. Chunki bilaman, что уже hamma joyi, ну как, to'g'rilab qo'ygansiz, просто o'tirish kerak, ya'ni e'tibor bermasdan dalishani ketirish kerak. Da, и любой klientga shu narsani aytishingiz mumkin. Misol, mana shunaqa rezultat xohlamoqchimisizlar, сразу bittada energoobmen qilib olinglar. Tasavvur qiling, qanaqa qilib siz menga ssenariy yozasiz, maza qilib yozasiz, bilasiz. Bor shunaqa insonlar cho'zib to'laydi, siz ham ishingiz cho'zilib ketadi, qilgisi kelmay qoladi, to'g'rimi? Поэтому energoobmen degan narsa bor. Qancha odam bemalol to'lasa, shuncha o'rniga narsa kiradi. Bu bizdan emas, bu Allohimdan. Единственный bizda bitta proyekt bor, который arzon to'laydi va kecha syomkasida o'tirmiz. Hech nima tayyor emas. Endi men aytaman, brat, keta qoling deyman-da. Boshqa odam bilan ishlay qoling deyman. Chunki o'zim yozgim kelmayapti-da, o'zi tushunasizmi? Men o'zim o'tiribman-da. Men человек, который 300 milliondan oshiq prosmotr qilgan, любой nish tosh grind ko'targanmiz, qiyin nishlarni olib chiqganmiz. O'sha odam ham zo'r ko'tarib berganmiz. Shunaqa men aytyapti, o'tiribman. Qiyim kelmayapti-da, ya'ni prям до такой степени qiyim kelmayapti, bo'ldi. Chetda qoling deyapman. Eng qizig'i bilasizmi, yaqin kunda eshitdim o'sha tosh granit haqida. Ularning bitta konkurentlari bor, ularni taniyman. Ular bilishmaydi-ku men siz bilan ishlayotganimni. Просто aytib qoldi-da, mana shunaqa konkurent chiqib qoldi, Instagram qiluvdi, zo'r bo'lib ketdi. Indaman. Hech narsa deya olmaysiz-ku, lekin даже уже konkurentlari o'sha siz ko'targan insonni gapirishyapti, что mana shunaqa ko'tarildi deb. Butun o'zimiz uchun ham zo'r anaqa bo'ldi, вообще toshni ko'tardi. Kimdir kelib turadi, Nosir, mana bunaqa yo'nalishdan ko'tarsa bo'ladimi? Sraz aytaman. Okay, tosh ko'targanmiz, u yer emas, sizniki tosh emas, lekin bemalol ko'tarsa bo'ladi. Xotiram olmang deyman. Anaqa Nuriddin aka ham xuddi shunaqa dedilar. AI bo'yicha ko'tarsa bo'larmikan, anaqa ekan. Okay, dedim, tosh ko'targanmiz, dedim. AI ancha oson, ishonavering dedim. Chunki toshda ko'rsatadigan narsa edi. Bunaqa toshlayman, kimlarga kerak? Juda ham ustki auditoriya kerak. Bu qiyin ishda.
O'shaning uchun ani klientni ham o'yladim-da, aytdim-da, dabratani, yo ko'taring dedim, yo anaqa qilaylik, tipa to'xtataylik ishni dedim. Чтоб men maza qilmayman ish protsessidan, ya'ni xohlayotgan narsamni qila olmayman. Ограниченный, ya'ni vaqt ham ограниченный, energiya ham, ya'ni men o'zim ichimdan shu tutib turaman, то что berayotgan yaxshiroq bermoqchi bo'lgan narsamni, ya'ni u proyekt не стоит. Qarang, siz mana shu отказ qilganingizda Allohimga tavakkal qilasiz-da. То есть men mana shu pulni kesishga roziman deysiz. I o'rniga ancha-muncha odam kirib keldimi? Вот, поэтому aytaman doim Allohning yo'lida yurgan, xizmatda yurgan insonlarning ishi juda chiroyli bo'ladi. Misol Nosir ko'pchilik kibr deydi. Men просто indamay qo'ya qolay. Biz qanaqa narsalar haqida gaplashamiz, qadriyatlar haqida, oilasiga bo'lgan munosabati haqida. Agar aytgan bo'lganida hamma hayron qolgan bo'lardi. Mana shuni ketidan bilsa bo'ladi inson qanaqaligini. Olib chiqgan deyveradi. Men уже qancha vaqtdan beri, bir oydan beri aytaman, Nosir, ayting, ko'rsating odamlarga qanaqaligingizni deyman, yo'q derdi. Bugun misol mani syomkamga kelishdi, men просто случайно shunaqa to'satdan aytib qoldim, davay olaylik desam, xo'p dedilar. Поэтому mana o'tiribmiz hozir podkast olib. Zo'r. Menda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Bo'lmasa o'tgan oy gaplashdik-ku, то что bizlar mayda-chuyda proyektlar hammasini yo'qotib yubordim. Bizda umumiyda marjinalность tomonini hisoblasak, объем tomonini hisoblasak, почти 40% chiqib ketdi. Грубо говоря, endi summa topayotganmiz, 40% chiqib ketdi-da. Men o'tirib o'ylayam qoldim shu kunni. O'zi itakani u yerda hamma chopdim-da, chop bo'lgandan keyin o'tirib o'ylayman. To'g'ri qildimmi-ki o'zi dedim-da. Keyin ichimdan o'zim manaqam to'g'ri, niyatim to'g'ri oldim. Meni maqsadim nima dedim? Yaxshi uslub ko'rsatib eng zo'ri bo'lishmidim yoki eplamachi bo'lib turib, mayli qovursin deb aytishmi bo'landim. Demak, baribir eng zo'ri bo'lish bo'ldi. Qaysidir payt kimdandir voz kechish kerak, to'g'ri. Qanchadir yil ishladik, qanchadir muddat ishladik, oq-ko'k bo'lib ketdi. Ya'ni hammasi bilan borib chiroyli xayrlashdim. Lekin dedim, o'zani keyingi etapga o'tish kerak bo'ldi. Bular bilan shu yerda xayrlashish kerak, bo'ldi. Давайте 5 olib xayrlashamiz dedim. O'zingiz bilasiz, то что u yog'i nima bo'lganidan. 3 ta proyekt, который 45 million dollarlik o'sha oy o'zida 15 kun ichida o'xshab ketdi. 15 kun. Da, shuni siz ayting, ayta olasizmi hammaga qancha proyekt bor edi, mana shu bir oy ichida qancha proyektga ko'payib ketganini? Mana общийda mana aytaylik, proyekt soni mana eski holat bilan o'zgarmadi, lekin marjinalность tushunishingiz uchun necha foiz o'zgardi? Почти mana 2 barobar o'zgardi-da. 2 barobar degani bu 200% deganda, 200%, ya'ni 10 ming topasiz degani o'zi 20 ming topasiz deyapti. Bu sof foydadan juda katta farq qiladi. Тем более agentствоda. Proyekt soni o'zgarmadi, qilayotgan ishimizning vaqti o'zgarmadi, lekin nima o'zgardi? Chek o'zgardi. Isfat. Isfat o'zgardi. То что yana zo'r klientlar keldi, yana kuchliroq klientlar keldi, и который платежеспособный klientlar keldi. Masalan, 3 oyda, 3 oylik do'g'irni uchalasini hisoblasak, общийda 45 million dollar qildik. И то bilasizmi qanaqa qildik? May oxirida hamma bilan anaqa do'g'ir rastorni qildik, tipa to'xtatdik, bo'ldi, davay chopdik. Iyunning 15-sigacha 3 ta proyekt hal bo'ldi. Qarang, siz hozir ochib ayta olasizmi, bir vaqtda nechta proyekt olib borayotganingizni? Xo'p, 10 ta proyekt, 11 ta proyekt bor hozir, 11 ta. Da, вот 11 ta proyekt olib borish uchun insonda shunaqa katta quvvat bo'lishi kerak. Mana shu quvvat sizda bor. Men doim aytaman, quvvati baland insonni atrofidagi insonlar ham maza qiladi. Chunki bu doimiy energiya. Mana shu narsani har doim inobatga olish kerak deb o'ylayman. Mana anaqada ham по поводу kursini men o'ylayman-da, siz ham mana produkt qilasiz, biz ham masalan produkt qilamiz-da. Men o'ylayman, endi bu men chista meni fikrim, men bilmayman to'g'rimi, noto'g'rimi. Bolalarni baho berma deysiz-ku. Lanchda ichamiz, prям anaqa emas, men yaxshiroqman ulardan degan ma'noda emas, rostdan shunaqa-da, chunki aniq formula bor. Masalan, men bu как psixolog bularga borgan bo'lsam, bu bordim, eshitdim, ishondim, 1 2 3 4 qildi deysiz, 1 2 3 4 indamay qilaman-da. Ular keladi-da, 1 2 3 4 qilgansizcha, o'xshirmikan, bo'larmikan? Rosa harakat qildim, qilib ko'ra olmadim. Faqat atmaska, faqat bahonalar. Ya'ni men jahlim chiqib ketadi shunaqa narsalar. Qarang, men hozir 1 daqiqa ichida eng katta sirni ochib berishga tayyorman. Nimaga unaqa? Bilaman, ko'pchilik o'ylaydiki, что O'zbekistonda pul topish qiyin,
что bularga повезло, unaqa narsa yo'q. Harakatga yarasha baraka beriladi. Поэтому mani maslahatim har bitta insonga biz nimaga o'zimizni hayotimizni bemalol ochib ko'rsata olamiz? Chunki bizning niyat har bitta inson ko'rsin, что bu hayotda, bu o'zimizni O'zbekistonimizda ham juda zo'r yashasa bo'ladi, yaxshi pul topsa bo'ladi, chiroyli baxtli oila qursa bo'ladi, lekin bu narsa ishonchdan boshlanadi, tavakkaldan boshlanadi. Allohga tavakkal qilgan inson hech qachon yutqizmaydi. Lekin tavakkalga ham farqi bor. Nimaga? Kimdir tavakkal qiladi, Allohim mana men kurs sotib olman $2000 ga, sen o'rniga menga narsa ber deydi. Lekin bor shunaqa insonlar, mana men 2000 to'layapman, nima bo'lsa bo'lsin, men любойga roziman. То есть Nosir bilan kelishayotganimizda ular menga 20 ming 3 oyda qilib beraman dedilar. То есть men o'sha kichkina minimumga полностью rozilikda turib berganman. 20 ming 3 oyda zo'r. Rozilikda turganim uchun сомнение nima bo'ladi o'zbek tilida? Shubhalanish bo'lmaganmanda, поэтому o'sha narsa 20 kunda kirib kelgan. Поэтому bizning niyat nima? Konkretno O'zbekiston aholiga ko'rsatish, что O'zbekiston hozir rivojlanyapti. Boshqa mamlakatlardan odamlar kelib bizda pul qilyapti. Undan ko'ra o'zimiz qilganimiz yaxshi emasmi? Xuddi ana aytgandek, bizning ham maqsad nimada? Men YouTube yurg'izishim, masalan, YouTube'ga tushish uchun men YouTuberga men почти 4 ming yaqin pul beraman. Har oyda, ya'ni bir o'ylayman, ya'ni kuni o'tirib o'yladim. Ya'ni nimaga men shuncha tekin informatsiya berishim kerak? Endi pul ham berishim kerak, deyapman-da. To'g'ri, qanaqa darajada sig'iz qilaman, sotuv qilaman YouTube orqali, lekin noldanmikin degan savolda, tushunyapsizmi? Plyusda emas, noldanmikin degan savol. Chunki долгосрочный perspektiva YouTube 1 yildan kamiga men hech qanaqa anaqam yo'q, kutuvim yo'q. Chunki rostdan shunaqa platforma. Lekin ikkinchi tomondan o'ylayman-da, ya'ni o'zim bilan o'zim gaplashadigan odatim bor. O'zimga o'zim aytaman-da, ya'ni niyating nima edi, Nosir deyman. Kimdir sen orqali bitta bo'lsa ham uyga ko'proq olib kirsa rozimiding deyman. Ha, rozi deyman. Shu narsani yo'lida kirdingmi deyman. Ha, kirding. Faqat bu yerdan maqsad ya'ni mashina olish, zo'r bo'lib ketish, faqat o'zing zo'r bo'lish emas, boshqalarga qanaqadir darajada bitta ko'proq olib kirib bo'lsa ham rozimisan? Roziman. Bo'ldi. O'ylab ham o'tirgan. Suhrob dedim, kontraktni godovoyga cho'zgin bo'ldi dedim. O'ylab ham o'tirmagin. Sen bilan oxirigacha ishlaymiz dedim. Zo'r. Bitta o'yladim-da, to что bormi foydasi bor. Materialnimi yo'q paka. Mana hozir bu video ham masalan qilamiz desak, hozir mana себестоимость masalan ochiqchasiga aytaman, taxminan bir $500 ga tushadi. Mana shu videoning себестоимость. 500 dan ko'p tushsa, mana shu YouTube poz olayotganimizda, nima kerak menga? Ya'ni nima kerak? Tushunyapsizmi? Чтобы odamlar tushunsin, nimadir qilsa bo'ladi. Odamlar tushunsin, yaxshilasa bo'ladi hayotda. Odamlar tushunsin, чтобы pul topsa bo'ladi. Odamlar tushunsin, mana чтобы siz ayting, to что bo'ladi. Sani to'g'ri omading kelgan babani nima desa bo'ladi? Rizq Allohdan, lekin sababini ham qilyapti, shu mana bunaqa narsa bor deb kimdir chetdan fikr bersin degan ma'noda qilyapman. Ya'ni niyatim чтобы men faqat o'zim chiqib gapirsam, to'g'ri, o'zim maqtaganday bo'lib qolmay yoki o'zimga o'zim chetdan otsyenka berayotgandek bo'lib qolmay degan maqsadda qilyapman. Lekin hozirgi gapingizga qo'shib o'taman. Qur'onda yozilgan, agar inson o'zini o'zgartirmasa, men uni hayotini o'zgartirmayman. Shunaqa. To есть agar inson o'zini fikrlashini o'zgartirsa, bemalolchilikda harakat qilsa, hayoti o'zgaradi. Bitta misol keltiraman. Nosir Instagramida video qo'ygan, 18 yoshimda Kia olganman, 20 yoshimda BMW olganman. Qarang, insonlar ikkiga bo'lingan. Bitta yarimi voy kibrli ekan, bu bunaqa ekan deb yomon fikr etadi. To есть bu hasad orqali keladi. Ikkinchi yarmi aytadiki, voy men bu bola zo'r ekan, nimadir tushunib qolgan ekan, mana shu tushunib qolgan narsasini men ham tushunganda edim deydi-da, o'sha insonga podpiska tashab, hayotini davomlida ko'rib boradi. Вот meni tushuncham bo'yicha mana shu yarim insonlar, bular ko'p narsaga erisha oladigan insonlar. Bilishinglar mumkin, sizlarda hamma imkoniyat bor. Agar sizlar yaxshi hayotni ko'rib, men ham shunaqa xohlayman desanglar, sizlarda bu narsa bor ichinglarda. Agar hasad bo'lsa, o'sha hasadda maslahat berardim, bunga o'tkazib va nima deydi? Hasad emas, havas. Havas bilan qarasanglar, hayot juda chiroyli bo'ladi. Ko'pchilik misol buni kibrli degan bo'lsa, men ko'rgan narsa bu to что bu bola yoshligidan harakat qilib hayotini o'zgartirishga yo'l bosgan, qadam bosgan, erishgan. Молодец. Mayna Alloh fazli bilan, lekin men har doim tushuntirib bo'lgan bittadan anaqam bor, 3 ta ekan. Mendan 3 ta qonun qoidam bor, которые
любой kelsa любойga aytaman. Birinchidan mani har bittasida miyamga birinchi yetib kelgan. Ya'ni baribir то, что miyani расширять qilish. Ya'ni Alloh fikr bergan, mana bunaqa qilsa bo'ladi degan narsa kelganmi, men uverman то, что hali o'xshamagani bo'lmagan. Hozir kungacha o'xshamagani bo'lmagan. Mashinada ham, ishda ham, pulda ham, daromadda ham, kimdir bilan gaplashishda ham umuman anaqasi yo'q-da. Bir marta Alloh fikr beradi, menda oltin qoida. Alloh bermaydigan narsani fikr qildirmaydi, xayol qildirmaydi. Ya'ni beradiki, xayol qildiryapti, bo'ldi. Sababini qanaqa yetib olish topsangiz bo'ldi. Ya'ni ovqat yegiz kelyapti, shilpildoga boringiz kelyapti. Yo'lini topib olsangiz bo'ldi. Navigatsiya qaysi yo'l bilan ketish topib olsangiz bo'ldi. Ya'ni qolgani ketaveradi. Ikkinchisi bor, Alloh aytgan, то, что meni qanaqa gumon qilsalaring, men xuddi shunaqaman. Beradi desang beraman. Berarmikin, bermasachi deb o'ylasa, bermayman deganda. Ya'ni menda BMWda ham xuddi shunaqa bo'lganda. То, что men Balidaman, o'tiribman, o'ylayapman, gaplashyapmiz, mashinani o'zgartirish kerak deyman, nima olaman deyman. O'tirganman-da, faqat BMW ko'rganman. Ketish payti yotardim-da, shu YouTube'da o'shaning videosini ko'rib yotardim. Ya'ni bo'ldi, olaman, o'tirganman, matematik hisob-kitobini qilganman, sababini qilganman. Ishonasizmi mana? O'sha paytgacha 30 ming dollar sof foyda qo'limga ushamaganman. Keyin 20 ming sotganman, 30 mingga yechganman, 50 ming berganman, endi 7,5 mingni bir oyda berib yuborganman mashinaga. Bo'ldi, o'shan bilan o'xshab ketib qolgan. Men o'tirman, hayronman, chunki birinchi mashinamni 3 oyda olgan bo'lsam, ikkinchisini 1 oyda oldim deyman-da. O'tirib o'ylayman. Неужели deyman, shunaqa darajada to'g'ri niyat qilsa, ishonsa, shunaqa o'xshab ketadi deganman. Da, mana shuni tavakkal deyshadi. Ha. Da, to есть shubhasiz men shu narsani qilaman, sababini qilaman, lekin shubhasiz qildimmi, shubhasiz beriladi. Xuddi shunaqa. Uchinchisi bor, mana taqdir deyshadi-ku. Mana men taqdir degan narsaga qanaqa qarayman? Har doim o'zimga o'zim savol beraman. Bitta ish qildim, o'xshamadi yoki o'xshadi yoki savol beraman. 10 dan 10 qildingmi, yo'qmi? Yo'q degan javob bo'lsa, men o'tiraman-da. O'zim qilmayman. Voy Xudo bermadi demayman, uyalaman. Men Xudoning yonida uyalaman. Voy sen bermading menga deyishga uyalaman. Chunki men ichimda o'zimga savol beraman. 10 dan 10 shuni bor sababini qildingmi, qilmadingmi? Qilmagan bo'lsam, umuman Xudo nima unaqa bo'ldi deb so'ramam o'tirmayman, chunki o'zim bilaman, to, что oxirigacha qilmadim. Da. 10 dan 10 qilib turib o'xshamagan narsalarni men keyinchalik ko'rganman, to, что zo'r dars bo'lgan, yoki Alloh keyinchaligiga ko'proq yaxshiroq narsa olib qo'ygan bo'lgan. Bu taqdir deb hisoblayman men. Men 3 ta главное такое oltin, ya'ni tosh bilan toshga yozilgan qonun-qoidalar bor, который men mashin bilan yashayman. Eng qizig'i, Nosir menga buni konsultatsiyada ham aytib bergandilar. Men shu narsani sizdan o'rganib, men ham shu narsani, bu narsaga rioya qilib boshlaganman. Men doim aytaman, har bitta inson hayotimizda bu ustoz nimadirga o'rgatadi. Вот men uchun, mendan yoshingiz kichkina bo'lsa ham, men uchun siz в какой-то степени ustozimsiz. И sizda o'sha ustozlik narsa bor, tarqatadigan narsa bor o'sha narsani. Da. И meni o'ylashim bo'yicha shu narsani tarqatishingiz kerak. Sekin sirlarni ochishingiz kerak, ko'rsatishingiz kerak. Odamlarga o'rgatmasangiz, odamlar ko'rasku, boshqa odamlarni qiynattirib qo'yapti-da. Menda mana shu o'rgatishda menda bilmayman, miyamda mana shu narsa qolib ketgan, to, что uslugida biz zo'rmiz degandan prямо soha tomonlama aytsa, без lishных слов, bilamiz, to, что millionlab продажа qilib beramiz, oyga 100 minglar продажа qilib beramiz. Konkretno biz orqali foyda kelyapti. Tadbirkorlar ham ahmoq emas, oyga bizga 5 ming, godovoy kontrakt tuzadigan. Конечно. Ular ham yerdan sipiryotgani yo'q. Pulni что bani 21 yoshar bola kelyapti, oyga 5 mingdan bitta chesot chiqazib olish kerak har oy. Da ты что deydi, izdevaysiz deydi, agar rezultat bo'lmasa. Beryapti, boshqa narsa qilyapti. Men kursga kelganda-chi, mana har bitta aytaman, который Nosir 5 yil yashadi, 5 yil ichida har bitta yig'gan informatsiyasini bo'ldi bermoqchi, berishda ham niyati nimada? To'g'ri, finansiy maqsadi bormi? Bor. U ham bitta potok, u ham bitta biznes, info biznes, который yo'liga qo'yib olsa yaxshi. Lekin har safar qilishimdan-chi, shuni qiyin kelmay qilaman, из-за того, что men o'ylayman, odamlar qilmaydi, nima desa bo'ladi, o'zi o'zgarmaguncha men o'zgartira olmayman deyman-da. Ular negativini ko'raman-da, qiyin kelmay qoladi. Lutchi deyman, dayditsiya, mana shu kurs qilgandan ko'ra proyekt olaman deydi. Ya'ni bitta proyekt qo'ysam, o'sha energiyamni o'sha qilishataman, который anaqa bo'ladi. Lekin o'sha bitta dona maqsadim bor, to'shdan Allohning yonida o'zimga aytganman. O'zim ertaga mendan Nosir sen nima bermading, nima shuncha narsa informatsiyani ichingda ushlab o'tirding deganda, bahonam bo'lmasin deyman-da. Ya'ni mayli zararga ishlasa ham, yoki вообще katta foyda qilmasa ham, xo'p deyman. Kimdir hatto bitta ko'proq non topsa ham, okey deyman. Lekin o'ylashadi, to, что kursdan Nosir
ishonasizmi, $10,000 olmaganman kursdan. $10,000 sof foyda ushlamaganman. Qo'lingizga kesh ushlaysiz-ku, kursdan. Men ushlamaganman. Mana agentsiyada ushlaganman. Agensiyadan 50 ming siz 50 minggacha kesh ushlaganman. Kursdan 10 ming ham olmaganman. Который men bundan turadigan. Bilasizmi nimaga? Nima? Chunki siz o'ylaysizki, nima men bera olaman, itak-tak o'qishni qilib yotibdi-yu deb o'ylashingiz mumkin, lekin biz siz bilan gaplashgan o'sha sizni siringizni agar ochadigan bo'lsangiz, siz orqali odamlar bilasizmi qanaqa darajaga chiqadi. Tasavvur qiling, hozirgi paytda prodyuser bo'lib ishlab yurgan bolalarning puli halollanadi. Nimaga? Chunki siz agar o'sha sirni ochib ularga o'rgatsangiz, ular bitta narsani tushunib qolib, o'sha narsani ushlab olib, xuddi sizniki chiroyli proyektlar qila oladi. Agar siz shuni tushunib, agar sotadigan bo'lsangiz, bu sizning xizmatingiz bo'ladi. Alloh oldida. Boshqalarga o'sha siringizni ochish. Meni tushuncham bo'yicha buni уже ochadigan vaqt keldi. Yo'q, men qanaqa qarayman? Men masalan, tegi ichishimning niyatim shunaqa. Chunki masalan, bizga kelayotgan proyektlar, siz masalan, nechtasi bilan ishladingiz? Ikkitasi bilan как minimum ko'rdingiz yoki undan ko'pini ko'rib gaplashib ko'rdingiz. Ya'ni ishonavering, то, что весь рынок shunaqa. Bu degani bizni zo'rimizni qolganlar yomon degani emas. Bizni nimadir to'g'ri qilamiz-ki, который yaxshilab boramiz, qolganlar ham yaxshilasin degan ma'noda aytamiz. Da, qarang, men rosa qiynalganman. Tasavvur qiling, men prodyuser yurganman, ishlaganman, yoqmagan, qiynalganman, tushunasizmi? Siz meni mushkulimni nima qilib berdingiz? Osonlashtirib berdingiz. Men informatsiya tarqatishimga o'zingiz yordam berdingiz. Mana shu narsani meni tushuncham bo'yicha agar даже men bilan ishlagan prodyuserlar ham o'rgangan bo'lganida, menga o'xshagan klientlar ham mazza qilgan bo'lardi. Bu narsada men 100% veraman. Chunki men aytaman-da, mana produkt jihatdan qaraydigan bo'lsak, mana 2 minglik produkt sotamiz, to'g'rimi? Men tiyinga arzon deb hisoblayman. Uni yana boy aytib berdim, to'shdan odamlar qanaqa to'laydi, qanaqa to'laydigan klientlarimiz, peshnasidan olib qo'yishga rozimiz. Mana men qanaqa qarayman? Xuddi siz aytgandek, to'shdan halollab olish. Ya'ni bizda shunaqa proyektlar bor, который mana Umar biladi. Plani yopilmagan proyektlar ham bor-da, orada bo'ladi. To'shdan noto'g'ri ishni tanlab qo'yganmiz yokidan bizni kutgan narsalar o'xshamagan holatlar bo'lishi mumkin. 6 oylab tekin ishlaydigan proyektimiz bor-da, который bir marta pul olganmiz, umumiyda qarasa u bizga minusga ishlaydi. Lekin bitta dona va'damiz bor, bitta dona Nosir gapi bor-da, to'shdan rezultat qilib ber, mana shu narsani yopib bermagunimgacha men tekin ishlab beraman. Bo'ldi, qog'ozda ham kelishuv bor-da bizda. Bittasiga ham borib aytmaganman-da, aka, o'sha jonimga tegib ketdi, to'g'risi. Rozi bo'lsangiz shu, bo'lmasam ketavering demaganman. Borganman, to'g'ri aytganman, nimadan? Aka, to'g'risi, o'xshamadi, biz eplolmadik, qilolmadik, bergan va'damiz o'xshamadi. Kelishuvimiz bo'yicha menimcha summa gaplashganmiz, menimcha protsentimiz ishimiz o'xshadi. Давайте lучше o'xshamagan 5%ni qaytarib beraman agar rozi bo'lsangiz deyman. Mana yaqinda ikkita klientga shunaqa bordim. Bittasiga vazorat qilib berdik. Bir oy ham ishlamagan, vazorat qilib berdik. O'xshamadi konkretno, ko'p ограничение bo'lib ketdi. Aybman dedim, uzr dedim, pulini qaytarib berdim. Ikkinchi klientga bordim, xuddi shunaqa dedim. Nima dedi bilasizmi? Jinni o'qib qolsan, Nosir, umuman o'ylab ham o'tirmay pul qaytarib berishdi. Men sen bilan pulimni qaytarib olish uchun ishlayotganim yo'q dedi. Qilamiz, o'xshaydi dedi. Просто olganda qilamiz, o'xshaydi. G'ayrat aka bor. Men necha mingta подписчик bor hozir? Dekabrda, noyabrda olganmiz, maygacha mingta подписчик yig'ilgan. Maygacha nechta kontent test qildik, nechta narsani qildik, nechta narsa qilib ko'rdik, o'xshamayapti. Tushunasizmi? O'xshamayapti. Tars o'tirdik, gaplashdik, просто oldik, partnyor chiqib qoldi, nima aytdi? Aka, o'yish chiqasizmi? Yo'q, chiqmayman, u bu dedilar. Keyin oxir Umar aytdilar, bo'ldi o'zim chiqaman dedilar. Qancha bo'ldi? 1 oy bo'ldimi? 1 oy bo'ldi, который 6 mingtadan keyincha 6 oylik proyekt yopiladi, который 6 oydan beri zararda bizda. Demak, siz решениесini topgansiz. Nimada? O'sha muammoning решениесini topganingizdan keyin уже yaxshi bo'lib ketdi. Ha. Tushunasizmi? Mana shunaqa proyektlar ham bor-da bizda. Joy kelsa zararga ham yurib beramiz, joy kelsa plyusiga ham yurib beramiz. Целом shunaqa. Главныйsi довольныйsiz весь ish protsessdan, to'g'rimi? Вообще zo'r. Zo'r. Tushunishinglar uchun Laylo opam bitta условие qo'ydilar. Agar psixologlar bilan ishlamasang boshqa, men sen bilan годовой kontrakt qilaman dedilar. Nima deymiz endi? Xo'p deymiz. Zo'r bo'lganingizdan keyin, конечно. Xo'p dedik, xudo xolasa Laylo opa bilan o'zi 3-oyi anaqasiga o'tdik, menimcha, 3-oyga anaqasiga o'tdik, xudo xolasa. Bu в целом zo'r. Biz ham mazza qishlayapmiz, Laylo opa ham mazza qishlayapti. Bu videoda qisqacha bo'lsa ham tushuntirib berishga harakat qildik. То, что вот shuncha pul to'layotgan klient nima to'layapti? Yana личный coach, который million bo'yicha ishlaydigan, ya'ni chetdan o'zlari azbur qilib berishga harakat qildilar. Qayerdadir bu riyo maqsadida gapirmadik, qayerdadir buni
bir ham ana ko'rlaring tipi biz qanaqa zo'rmiz degan ma'noda gapirib bermadi. Shu man bitta bo'lsa ham insight bo'lsin, bitta bo'lsa ham foyda bo'lsin, который mana shu sohada ishlayotgan yoki klientlarga bo'lsa ham bizani rozimiz qilayotgan videodan. Bo'lmasa aytdim to'shdan qancha rasxod qilamiz bu videoga. Menga umuman kerak emas to'shdan. Unaqa darajadan sochib tashlaydigan anaqa emasman, bola emasman. Что просто zerikkandan Nosir qanaqa zo'r bolaligini просто olib maqtanib gapirib berish uchun. Shuning uchun Laylo opa bilan hozir gaplashib qoldik. Давайте men gapirib beraman dedilar. Давайте dedim, сразу joyi o'zida hal qildik. 2 minutda, 1 minutda. Сразу. Bo'ldi, joy alishtiraylik, сразу boshlaymiz deb to'shda anaqa. Endi bitta eng zo'r qaysi to'shda tez qaror qabul qilamiz. Da, zo'r. Как раз taки Nosir menga bu narsani o'rgatdi. Tez qaror qilamiz. Yetti ketdi, misol syomkaga keladilar. Boshladikmi? Ha, boshladik. Shu bilan ketdi. Zo'r. Men xursandman. Sizga ham rahmat. Juda xursandman. Xudo xolisi manfaatli bo'lsin do'g'rimiz.